alaykum. Og'iz bo'shlig'ini chayqashda qanday antibakterial vositalardan foydalanishni bilasizmi? Og'iz bo'shlig'i va tishlar orasida ovqatlangan paytda har xil mikroblar va bakteriyalar qolganini bilamiz. Biz buning uchun uy sharoitida qanday mahsulotlardan foydalanamiz va ular qanday ta'sir ko'rsatganligini bilamizmi? Buning uchun albatta laboratoriya sharoitlarini o'tkazayotgan paytda qo'lqoplardan, maxsus qo'lqoplardan foydalanamiz. Bizga og'iz bo'shlig'imizni chayqashda nimalar kerak bo'ladi? Oddiy ko'k choy, limon, osh tuzi va soda. Zaytun moyidan foydalansak ham bo'ladi. Va og'iz bo'shlig'ini chayqashda maxsus eritmadan foydalanamiz. Bu qanday eritma? Og'iz bo'shlig'ini chayqashda aloe vera gelidan foydalansak ham bo'ladi. Buni dorixonalardan topish mumkin. Buning uchun maxsus idishga ko'k choyni solamiz. Bu oddiy ko'k choydan foydalangan eritmamiz og'iz bo'shlig'imizdagi mikroblarni tozalashda birinchi yordam sifatida foydalaniladi. Endi ikkinchi eritmamiz bu osh tuzilik eritma. Ozgina tindirganimizdan so'ng limon sharbatidan foydalanamiz. Bu tayyor bo'lgan sharbatimiz og'iz bo'shlig'ini chayqashda birinchi yordam sifatida foydalanadi. Bu maxsus eritmamizni ustini yopib qo'yamizda va keyingi eritmani boshlaymiz. Buning uchun bizga oddiy osh tuzi va suv kerak bo'ladi. Suvimiz iliq holatda 25 graduslik haroratga mo'ljallangan suv bo'lsa, maqsadga muvofiq. Osh tuzidan bir qoshiq solamiz va buni yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgan osh tuzili suvimizni 1-2 marta og'iz bo'shlig'ini chayqashda bakteriyalarni nobud qilishda foydalanamiz. Endi keyingi eritmamiz aloe vera va zaytun moyidan foydalanamiz. Yigirma millilitrli aloe veramga bir qoshiq zaytun moyini solib aralashtiramiz. Va oz miqdorda suv qo'shamiz. Eritmamiz 40 millilitrga teng bo'ldi. Buni chayqashimizdan maqsad og'iz bo'shlig'imizdagi yallig'lanishlar, tilinishlarni oldini oladi. Hop, ko'rib turibmizki, uy sharoiti va laboratoriya sharoitlarida qanday qilib og'iz bo'shlig'ini har xil bakteriya va mikroblardan tayyorlashni o'rganib oldik. E'tiboringiz uchun rahmat.